ko'ramiz. IFA va IXLA laboratoriya o'sha tahlillari. O'zi misol IFA nima, IXLA nima? Bitta ko'rib chiqaveramiz. Xo'sh, o'zi IFA bu har ikkalasi ham, misol IFA ham, IXLA ham diagnostika uchun o'sha maxsus immunologik o'sha tahlillarni o'tkazadigan laboratoriya turi hisoblanadi. Ular ko'pincha misol kasalliklarni aniqlash, immunitet holatini baholash va turli xil o'sha infeksiyalarni topish uchun ishlatiladi. Ammo ishlash usuli va texnologiyasi bo'yicha bir-biridan farq qiladi. Misol IFAni ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu immunoferment analiz, ya'ni rang ko'rsatishiga asoslangan tahlil turi hisoblanadi. Bu immun tizimini tashkil etuvchi o'sha antigen va antitela o'rtasidagi o'zaro ta'sirda maxsus o'sha ferment va rang o'zgarishi yordamida aniqlaydi. Uni prinsipi qanaqa? Antigen yoki antitela maxsus o'sha plastinkaga, misol lunkalarga joylashtiriladi. Unga ferment bilan bog'langan ikkinchi antitela qo'shiladi. Reaksiyadan so'ng rang o'zgarishi sodir bo'ladi. Rangni o'sha kuchliligi bo'yicha natija o'qiladi. Ya'ni vizualni qaraganda ham, misol uni konsentratsiyasi agar to'g'ri reaksiya bo'ladigan bo'lsa, qanchalik yuqori, qanchalik yoki pastligini misol vizual tarzda ham ko'rsa bo'ladi. Buni spektrofotometr orqali o'lchanadi. Shu o'rinda bitta ma'lumot, IFA sariq rangdan boshqa rangni o'qimaydi. Chunki oxiri misol TMB solib o'sha ko'k qaragandan keyin stop solinganda sariq rangga kirib qoladi. O'sha sariq rangga qarab bu spektrofotometr o'sha konsentratsiyani aniqlab beradi. Ya'ni sariq rangdan boshqa rangdagi qo'yadigan bo'lsangiz o'lchamasligi mumkin. Ya'ni rang ko'rsatishi deganda sariq rangga asoslangan. IFA orqali nima ko'ramiz bizlar? Har xil o'sha infeksiyalar, misol VIH, gepatit, turli xil o'sha kasalliklar gormonlar darajasini ko'rishimiz mumkin. Misol insulin, TTG, vitaminni, turli xil gormon va vitaminlarni ko'rsak bo'ladi. Bundan tashqari autoimmun kasalliklar, allergiya va onkomarkerlarni ko'rsak bo'ladi. Onkomarkerlar misol SAUM5U3, 125, YC4 hokazo. Xo'sh, afzalligi IFAni nima? Bu birinchidan ancha arzon bo'lishi mumkin. Ommaviy usul hisoblanadi. Misol hozirgi kunda deyarli misol 95-99% klinikada pul avtomat bor. Kamdan kam o'sha klinikalar hozir o'sha IXLAga o'tishyapti, lekin IXLA ham ko'payapti. Misol IFAsi o'sha pul avtomat borli ham, misol IXLAsi borli ham o'sha IFA olyapti pul avtomat, IFAsi borli o'sha IXLAga o'tishyapti. Ya'ni har ikkalasida ham bugungi kunda o'sha ish olib borishyapti ko'pchilik. Kamchiliklari esa bu o'sha ba'zi hollarda misol yolg'on musbat yoki o'sha manfiy natija berishi mumkin. Ya'ni xato berishi mumkin. Bu nima uchun? Chunki inson faktori borda unda. IFA ya'ni pul avtomatda inson faktori bo'lganligi uchun unda xatolik foizi sal yuqori bo'lishi mumkin. Chunki misol kalibrovka yoki misol 8 talik bo'ladigan bo'lsa, 8 ta 16 ta qo'yadigan bo'lsa, agar gormonmi yoki to'rchmi bir-biriga o'sha yuvish vaqtida kontaminatsiya bo'lib ketishi mumkin. Shuni hisobiga misol javoblar noto'g'ri chiqishi mumkin. Qo'l mehnati misol ko'p bo'ladi, o'sha avtomatga nisbatan. Xo'sh, kamchiliklari shunday. Afzalliklarini ko'rib chiqdik. Qisqa vaqtda ham ko'p namuna tekshirish mumkin bunda ham. Turli xil o'sha kasalliklarga moslashuvchan tahlil hisoblanadi. Misol hozirgi kunda kalprotektin, keyin elastaza degan fermentlar bor, pankreatik elastaza. Bundan tashqari misol askarida, liambila, gilmitlar bor, AMG turlari. Ularni misol IXLAda ko'rmaganman. Hozir kungacha misol ishlab kelayotgan bo'lsam, shuning uchun misol IXLAda ko'rilmaydigan narsalar ham bor. Ya'ni IFA tahlilini qaysidir ma'noda o'sha xo'sh, afzalliklariga kiradi. Biz o'zi lunka o'sha olganimizda ichiga antigen yoki antitela o'sha adsorbent shaklida cho'ktirilgan bo'ladi uni.
Shuning uchun misol B nikini S'ga, S'nikini misol garmonga yoki garmonnikini ankamarkerga o'sha ishlatib bo'lmaydi lunkalarni. Chunki men hozirgi kunda ham imенно o'sha yangi kirib kelayotganlar bittasi tugasa ikkinchisini ishlatib yuborishadi-da. Shunaqa holatlar ko'p bo'ladi. Uni ichiga o'sha antigen yoki o'sha analiz turiga qarab o'sha absorbent shaklda cho'ktirilgan bo'ladi, aniqroq qo'yilgan. Bunda biz antigen o'sha sivurtka bilan kanyugat qo'shib solganda qanaqa mexanizm ketadi? Kanyugat bu misol antigen yoki antitelaga qarshi bo'lgan o'sha antitela hisoblanadi. U ARP o'sha kanyugat degan o'sha ferment bor. O'sha ferment bilan bog'lanadi. Bu bog'langanda endi o'zini vaqti bor. Misol bir xillari 1 soat bo'lishi mumkin, yarim soat bo'lishi mumkin. O'sha vaqtda polniy o'sha antigen antitela bog'lanish hosil bo'ladi. Biz keyin uni misol bir xillarida 3 marta, bir xillarida 5 marta yuvish bor. O'sha yuvgan vaqtimiz qolgan o'sha qolgandan tozalanadi u. Aniqrog'i. Ya'ni faqat bog'langanlar qoladi. Unga biz TMB solganimizda o'sha TMB tetrametil benzot kanyugat bilan reaksiya kirish qobiliyatiga ega va u reaksiya kirishgan vaqtda rang hosil qiladi, ya'ni ko'k rang hosil qiladi. O'sha ko'k rang qanchalik misol to'qlashib ketsa, bunda misol shunchalik antitela, misol antigen bor degan, ya'ni vizual tarzda qaraganda. Xo'sh, uni ham o'ziga yarasha misol vaqti bor, asosan 15 minut 20 minutgacha maksimal. Va unga stop reagent o'sha solganimizda boyagi bog'lanish iplarini uzadi stop. Ya'ni reaksiya to'xtaydi. Reaksiya kirishish va misol 10 sekund misol yoki uzog'i 1 minutdan 3 minutgacha ko'rib olish kerak deydi. Undan keyin ya'ni javob xato chiqishi mumkin. Mexanizm xuddi shu tartibda ketadi ifada. Ya'ni spektrofotometr o'sha rang ko'rsatkichini aniqlash orqali bizga konsentratsiyani aniqlab beradi. Xo'sh, tushunarli bo'ldi bu ifa. Qanaqa mexanizmda ketadi? Xo'sh, biz o'sha reagent fermentlar solganda qanaqa hodisa o'sha ro'y berishlarini ko'rib chiqdik. Ixlada teskarisi bo'ladi. Teskari deganim qanaqa? Ya'ni uni u ham antigen antitela o'sha reaksiyasiga asoslangan, lekin unda luminofor degan o'sha o'zidan yonuvchan xususiyatga ega bo'lganligi uchun nur chiqaradi u. Ya'ni nur chiqarish hisobiga nur intensivligiga qarab konsentratsiya belgilanadi. Xo'sh, ixla tahlili o'zi xemiluminessent o'sha tahlil hisoblanadi. Ya'ni kimyoviy. Bunda antigen antitela o'sha reaksiyasidan keyin o'sha nur chiqarish, ya'ni luminessensiya o'sha turidan foydalanadi. Ya'ni nurni qanchalik kuchli o'sha intensivga ega bo'lsa, ya'ni konsentratsiya shunchalik yuqori bo'ladi. Bunda luminometr o'sha asbob orqali aniqlab beradi avtomatni ichida o'zi. Bunda inson faktori yo'q, shuning uchun javoblar o'ta misol aniq va tez chiqadi. Xo'sh, ixlani prinsipi qanaqa? Bunda ham o'sha antigen yoki antitela o'sha bog'lanish hosil qiladi va unda o'sha magnit zarrachalari yoki o'sha boshqa yuzaga bog'lanadi. Antigen antitela o'sha bog'lanish hosil qilib, o'sha magnit yoki boshqa yuzaga bog'lanadi. Reaksiya natijasida luminessent modda, ya'ni luminofor degan boya yuqorida aytdik, yonuvchan modda chiqariladi bundan. Luminessensiya darajasi maxsus o'sha luminometr apparati orqali aniq o'sha o'lchab beriladi. Xo'sh, ixlo orqali biz nimalarni aniqlaymiz? Birinchi o'rinda o'sha infeksion kasalliklar, VIH o'sha gepatit, COVID bo'lishi mumkin bu, ya'ni MG formalari, gormon tahlillari, misol paralaktin, estrogenlar, onkomarkerlar. Bunda ixlada juda muhim bo'lgan onkomarker va gormonlar ko'riladi. Chunki unda sezgirlik yuqori bo'lganligi uchun misol analiz tahlillariga qarab ifada misol yuqorida aytdik, kontaminatsiya bo'lishi mumkin. O'sha kontaminatsiyani oldini olish maqsadida
Misol onkomarker, turli xil o'sha gormonlar juda muhim hisoblanadi diagnostika uchun. Shuning uchun hozirgi kunda o'sha ko'pchilik vrachlar ham so'raydi, ya'ni ifani tekshirasanmi yoki ixladami deb. Ixla bo'lsa o'sha jo'natadi. Chunki unda o'sha kontaminatsiya kam bo'lish hisobiga javobda o'sha aniqligi yuqori bo'ladi. Xo'sh, onkologik o'sha markerlar, bundan tashqari o'sha autoimmun kasalliklari organ o'sha transplantatsiyasidan keyingi o'sha monitoring sifatida ham ixladan foydalanadi. Xo'sh, afzalliklari nima? Afzalliklari bu birinchidan juda yuqori aniqlik va sezgirlik. Juda tez tahlil vaqti, ya'ni avtomatlashtirilganligi o'sha hisobiga qisqa vaqtda o'sha juda ko'p analiz turlarini biz tekshirishimiz o'sha mumkin. Kam xato bo'ladi. Bu o'z navbatida o'sha kontaminatsiya kamligi hisobiga, inson faktori o'sha yo'qligi hisobiga xato kam bo'ladi bunda. Kam namuna miqdorini o'sha talab qiladi. Ya'ni juda ko'p rasxod qilmaysiz bunda. Kam o'sha namuna bo'lsa ham o'sha bemalol tekshiraveradi. Kamchiliklari ham bor o'ziga yarasha, lekin kamchilik ham deb bo'lmaydi. Bu ifaga nisbatan qimmatroq. Chunki inson faktori yo'q bo'lgandan keyin juda ko'p o'sha mexanizmlar avtomatlashtirilgan holatda bo'ladi. Maxsus o'sha uskuna va apparat talab qiladi va malakali o'sha mutaxassis ham talab qiladi. Chunki unda o'sha juda ko'p o'sha protsesslar ketganligi hisobiga juda e'tiborli bo'lib turish kerak. Ixlada noto'g'ri xilyozni yoki qanaqadir sugusti bor svirtga berib yuborsangiz, o'sha texnik o'sha qismlariga misol zarar yetishi mumkin. Birinchi o'rinda o'sha ignasi bo'lishi mumkin, tortib yuborish o'sha turli xil o'sha zasarayni holatlari, shunga o'xshash muammolar yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun buni misol qon olishdan boshlab to aylantirib sizni oldingizga kelgancha o'sha nazorat qilib turish kerak bu. Xo'sh, ifa va ixlani farqi ko'rib chiqadigan bo'lsak, farqini texnologiya bo'yicha o'sha ferment yordamida rang o'zgarishiga asoslangan. Ixla esa o'sha luminessensiya, nur chiqishi, ya'ni nur intensivligiga asoslangan. Aniqlik ifada o'rtacha bo'lishi mumkin. Ixlada juda yuqori. Narxi ixlaga nisbatan arzonroq, ixla qimmatroq bo'lishi mumkin. Jarayon bo'yicha ifada qo'lda va yarim avtomat shaklda ishlatiladi. Ixlada esa to'liq o'sha avtomatlashgan shaklda bo'ladi. Vaqt bo'yicha esa nisbatan uzoqroq bo'ladi ifada, rasxod ham sal ko'proq bo'ladi. Ixlada esa juda tez. Ya'ni qisqa vaqtda ko'p analiz tekshirsangiz bo'ladi. Xo'sh, ifa va ixla laboratoriyasida hozirgi kunda shu foydalanilgan asosiy analizatorlar haqida ko'rib chiqamiz. Ifa laboratoriyasida foydalanilgan analizatorlarga qanday turlar kiradi? Bu yarim avtomatlashtirilgan ifa analizatorlari. Bunda o'sha operator tomonidan qo'l bilan biroz o'sha yordam kerak bo'ladi. Ya'ni inson faktori talab qiladi. Avtomatik o'sha suyuqlik qo'shish, yuvish va oqish qismini o'sha boshqaradi bunda. Natija baholashda esa inson ishtirok kerak bo'ladi bunga ham. Xo'sh, bularga misol Statfax 2100 apparatlari, bu ya'ni Amerikaniki, Elysis Uno deganlari bor, bu Homenniki. Nemetskiy apparatlar bular. To'liq avtomatlashtirilgan ifa analizatorlar ham bor. Ya'ni ifa deganda faqat polavtomat emas, uni avtomati ham bor, ifani. Bunda o'sha barcha jarayon namuna qo'shish, reaksiya yuvish, misol natijalarni hisoblash avtomatik ravishda ketadi. Misol vrach faqat o'sha namuna va reagentni tayyorlaydi bu yerda. Shuning uchun buni ya'ni avtomatlashtirilgan desa bo'ladi. Faqat o'sha namuna bilan reagentni vrachni o'zi tayyorlashga to'g'ri keladi. Bularga misol Dynex Technologies apparatlari, misol Amerikaniki bu ham, Triturus degan ifa avtomatlari bor. Bu Ispaniya davlatida ishlab chiqarilgan. Thunderbolt deganlari Amerikada ishlab chiqarilgan. Bular ham shular ishlatiladi. Avtomat ifa. Agar ko'radiganlar bormi yo'q bilmadim.
Xo'sh, if analizatorlarini funksiyalari bu namunani o'sha avtomatik ajratish va ishlov berish va maxsus o'sha to'ldiruvchi, yuvuvchi suyuqliklardan o'sha foydalanish va spektrofotometriya yordamida o'sha natijani o'qish. Bu misol 450 nanometr yoki boshqa to'lqin uzunliklarini o'z ichiga oladi. Natijalarni hisoblash va hisobot berish vazifalarini bajaradi. IXLA laboratoriyasida foydalaniladigan analizatorlarga nimalar kiradi? IXLA analizatorlar bu to'liq avtomatlashtirilgan IXLA analizatorlar bo'ladi. Bunda yarim avtomati qanaqa bo'lmaydi, ya'ni to'liq tizimlashtirilgan shaklda bo'ladi. Har doim o'sha to'liq avtomatlashgan, chunki o'sha luminessensiya reaksiyasi juda aniqlik talab qiladi bunda. Ishlash vaqti ancha qisqa bunda. Bu o'sha 15-30 daqiqa orasida bo'lishi mumkin, ya'ni maksimal. Xo'sh, bularga nimalar kiradi? Bular Kopus bor, eshitgan bo'lsanglar, ya'ni ROX diagnostik ishlab chiqaradi. Bu Shveysariyada joylashgan Kopuslar. Architect misol iMing deganlari bor. Abbott diagnostika bu Amerika Qo'shma Shtatlarida ishlab chiqarilgan Abbottlar. Ya'ni eng brend anaqalar bu avtomatlar. Xo'sh, keyingisi Advent Center XP bor. Siemens ishlab chiqaradi, ya'ni Germaniyada joylashgan. Leiden XL bor, Italiyada. Maglumi, hozir bundan misol ko'pchiligimiz ishlaymiz. 800 ming turlari, ya'ni Snipe diagnostika. Bu Xitoy davlatida ishlab chiqariladi. IXLA analizatorlarining funksiyalari bor. U namuna va reagentlarni avtomatik o'sha qabul qiladi. Men ishlaydiganlarga o'sha tanish holat bu. Wi-Fi ning anaqasi bor qismi, o'shanga o'qtasida reagentni o'qitaverasiz. Magnit zarrachalari bilan ishlash, luminessensiya reaksiyasini yuqori aniqlikda o'lchash va katta hajmda tahlil o'tkazish va natijalarni avtomatik o'sha tahlil qilish va hisobot berish vazifalarini bajaradi. Bunda misol ayniqsa gormonlarda X'ni ko'rsangiz, birdan belgilaysiz. Misol 1 ga 10 mi, 1 ga 5 mi, 1 ga 20, 1 ga 50 o'shani belgilash orqali точный o'sha filtrilgan tarzda sizga javob chiqarib beradi. IFAda esa siz qo'lda filtrishingiz kerak uni. Ya'ni bunday olib qarasa o'sha IXLA juda ish unumdorligini oshiradi. Xo'sh, IFA va IXLA analizatorlar o'rtasidagi asosiy farq, bunda ham yana bir qisqa ko'rib chiqamiz. Ya'ni IFA yuqorida aytdik, yarim va to'liq avtomat shaklda, IXLA faqat to'liq o'sha tizimlashtirilgan avtomat shaklda bo'ladi. IFAda ferment rang o'sha ko'rsatishga asoslangan, IXLAda esa luminofor, ya'ni yonuvchi moddaga asoslangan. IFAda o'sha namuna hajmi ko'proq talab qiladi, ya'ni rasxod sal ko'proq bo'lishi mumkin IFAda. IXLAda esa bu kamroq namunani ham o'sha yetadi bunga. Tahlil vaqti IFAda uzoqroq, bu 1-2 soatni tashkil qiladi. IXLAda esa juda tez, bu 15-45 daqiqani o'z ichiga oladi. Narx jihatdan IFA arzon, lekin IXLA esa qimmatroq. Xo'sh, qo'shimcha tarzda bu IFA analizatorlari odatda o'sha mamlakatda ko'pchilik laboratoriyalarda bor. Narx arzon bo'lganligi uchun. IXLA esa bu yirik o'sha markazlar, turli o'sha davlat tashkilotlarida bo'lishi mumkin. Davlat o'sha laboratoriyalarda ko'p uchraydi, chunki texnik jihatdan ular ancha murakkab va qimmat bo'ladi. Xo'sh, keyingisi IFA va IXLA laboratoriyalarida qo'llaniladigan instrumental tahlil usullari. Misol IFA usulini asosiy misol qadamlari bor. Mana yuqorida qisman gaplashib ketdik. Antigen yoki antitelani maxsus o'sha plastinkaga mahkamlab, ya'ni qo'yiladi. Unga qarshi bo'lgan, ya'ni antitelani yoki o'sha antigenni ferment bilan biriktirish orqali unga solinadi. Va o'sha substrat qo'shish, ya'ni TMB, ferment o'sha substrat bilan reaksiyaga kirib, o'sha rangli mahsulot hosil qiladi va optik zichlikda o'lchanadi. Bu ferment ta'siridagi o'sha rang o'zgarishini o'lchaydigan instrumental o'lchov hisoblanadi. Asosiy IFA
o'sha instrumental qurilmalari mikro o'sha plastinka yuvuvchilar, ya'ni washer deyiladi. O'sha plashkani o'sha yuvib, ortiqcha o'sha reagent va namunalarni tozalaydi. Misol bular biotik bo'lishi mumkin. Ellik misol washerlar berilgan turlar sifatida. Mikroplastinka o'sha o'quvchilari bu reader. Ya'ni hozirgi kunda misol MR96 Rayto'lar bor, ular reader hisoblanadi, ya'ni o'qib beradi sizga. O'sha spektrofotometriya asosida plastinkadagi o'sha rang o'zgarishini o'lchaydi. Bu o'sha 450 nanometr to'lqin uzunligi yoki undan yuqori bo'lishi mumkin. Misol bunga o'sha biotik bor, termoscientific, multiscan deganlari bor. Inkubatorlar bu o'sha reaksiya vaqtida belgilangan haroratda o'sha saqlab beradi. Misol termostatda bu. O'sha misol bir xil o'sha reaksiyalar 37 gradusda ketadi, bir xillari xona haroratida, bir xillarini o'sha termoshakerga qo'ysangiz ham bo'ladi. Misol 2 soatlik reaksiyani 1 soat, 1 soatni yarim soatgacha qisqartirib beradi. Lekin yarim soatni o'sha qo'yishni tavsiya qilmayman. Men chunki sinab ko'rganman buni. Misol yarim soatlikda shakerda o'sha qo'llab-quvvatlaydigan reagent tashlaganda yarim soatni cho'ta xato bergan. Yarim soatlik reaksiyani 15 minutga qo'yganman-da men. Shuning uchun yarim soatgacha, lekin yaxshi qilib beradi qisqartirib. Xo'sh, avtomatlashtirilgan IFA stansiyalari bu namunalarni o'sha tayyorlash, yuvish, reagent qo'shish va natija chiqarishni barchasini o'sha avtomatik bajaradi. Ularga ham o'sha Dynex kirishi mumkin, Grifols, Triturus degan o'sha turlari bor. IFA tahlil turlari bular sandwich turi bor. Bu ikkita o'sha antitela orqali aniqlash. Indirect bor. Bu qo'shimcha antitela vositasi kerak bo'ladi bunda, ya'ni qo'shimcha antitela orqali aniqlanadi. Kompetitiv bor. Bu signal miqdori o'sha teskari bo'lgan. Ya'ni signalga qarab o'sha aniqlab beradi. Capture degan turi bor. Bu maxsus o'sha molekulalarni o'sha to'plab olish. Bu o'sha tahlil turlari hisoblanadi. Hozirgi kunda menimcha shu sandwich usuli eng ommabop usul hisoblanadi. IXLA laboratoriyasida o'sha IXLA usulining asosiy qadamlari bunda antigen yoki antitela magnit zarrachalari yopishtiriladi. Luminescent modda bilan o'sha birikkan qarshilik o'sha molekula qo'shiladi. Va kimyoviy o'sha reaksiya yuz beradi va ular o'sha nur chiqadi. Luminessensiya hodisasi ro'y beradi. Va nurning intensivligiga qarab o'sha avtomatik tarzda bizga o'sha javob chiqarib beradi. Xo'sh, nur chiqish darajasi o'lchanadi bunda va bu o'sha natijani chiqarib beradi, konsentratsiyani. Asosiy IXLA instrumental o'sha qurilmalari bu luminometr hisoblanadi. Luminescent o'sha signallarni o'lchash uchun foydalanadi. Ularga men yuqorida ham aytdik, ROC Cobus o'sha E411 turi, Abbott bor, Aiming, Siemens turlari bor. Avtomatlashtirilgan tahlil stansiyalari o'sha bunda barcha jarayonlarda o'sha namunani ajratish, reagent qo'shish, nur o'lchash bu avtomatik tarzda amalga oshadi va yuqori hajmli tahlil qilish imkoniyatiga ega. Misol bir xillarda o'sha potok juda ko'p bo'ladi. Bir kunda misol 60, 70, 100 ta, 120 ta, 200 tagacha ham bo'lishi mumkin. Bularga IXLA yaxshi. Agar IFAda qilaman desangiz, buni bo'yi o'tirishingiz kerak. Ya'ni bir kun ketib qolishi mumkin vaqt. Xo'sh, magnit separatorlar kerak bo'ladi bunda. Magnit o'sha zarrachalar orqali bizga kerakli bo'lgan o'sha antigen, antitelani ajratib olish uchun. Va IXLA tahlil turlarida ham bunda ham o'sha sandwich usuli bor. Ikkita antitela bilan o'sha to'plash orqali aniqlanadi. Kompetitiv o'sha test molekula va belgilangan o'sha molekula o'rtasidagi bog'liqlik va directlar to'g'ridan-to'g'ri o'sha luminessensiya belgilanadi. Direct usullari bor. Xo'sh, yana tahlil o'sha farqlari qisqacha berilgan. Rang o'zgarishiga, ya'ni yuqorida gaplashib o'tdik buni. Xo'sh, va xulosa o'rinda IFA usuli misol arzon va oson texnik xizmat talab qiladi, lekin anchagina o'sha qo'l mehnati kerak bo'ladi bunga. IXLA usuli esa bu yuqori aniqlik va
tezkor natija beradi, lekin qimmat va murakkab bo'lgan o'sha asboblarni talab qiladi. Xo'sh, IFA va IXLA laboratoriya tahlillarida foydalaniladigan biomateriallar muayyan o'zgarish o'sha tartiblari bor, topshirish shu tartibda amalga oshiriladi. Ya'ni endi ko'rib chiqadiganimiz bu o'sha biomaterial topshirish hisoblanadi. Xo'sh, qonni hozir gaplashdik, ya'ni kelgan vaqti вообще-то uni vrachga va patsientni o'ziga tushuntiriladi. Gormonlar misol xohlagan vaqt kelib turib topshirish mumkin emas. Ertalab asosan shu och qoringa tinch holatda bo'lgan va bir kun oldin turli xil o'sha jismoniy zo'riqishlar bo'lmasligi, spirtli ichimliklar, turli o'sha chakmagan bo'lishi mumkin va o'sha klinikaga kelgan vaqti unda o'sha hozir kimdir aytdi, o'sha ozroq nafas rosatlab olish kerak. Buni o'zi uni davolovchi vrachi tushuntirish kerak. O'zi qolganlarda ham ko'p bo'lgan bo'lsa kerak. Misol, bitdan keyin ham bemalol kelib turib topshirib ketaveradi. U bilan gaplashsangiz, misol nimadir iste'mol qilgan yoki nimadir iste'mol qilyapti, lekin maksimal o'sha qoidalariga o'sha rioya qilgan holda topshirilishi va ularni o'sha tekshirish kerak. Uni misol har xil probirkalar bor, misol sariq bor, qizil bor. Aktivatorlari bo'ladi. Sariq bu asosan misol veznoylar bo'ladi-yu, turli xil o'sha zaborning tochkalari bo'ladi, glavniy bitta joyga olib kelib qilinadi testlar. O'shanda sariq probirka yaxshi, chunki uning ichida geli bo'ladi. Sentrifuga qilgan vaqtingiz quyuq massa bilan o'sha suyuq, ya'ni sivritka qismi alohida o'rtasida o'sha gel turadi. Gel turib qoladi. U misol qo'lingizdan bexosdan tushib ketgan taqdirda ham bir-biriga aralashib ketmaydi. Sof o'sha sivritka saqlanib qoladi. Uni boshqa idishga olib, bemalol foydalansangiz bo'ladi. Qizilda unaqa emas. Agar qo'lingizda tushib yoki qanaqadir silkin o'sha noto'g'ri harakat qilsangiz, u aralashib ketadi. Uni qaytadan sentrifuga qilish kerak. Agar ko'p marotaba takrorlansa, o'sha gemoliz bo'lib ketadi keyin. Fioletoviy bu общийga ishlatiladi. Bundan tashqari PCR tahlili uchun ham asosan fioletoviy qo'llaniladi. Misol gepatitlarda, turli xil o'sha viruslarda fioletoviy o'sha probirkaga PCR uchun olinadi. Qon olishda ham o'sha qoidalarni ko'rdik, ya'ni birinchi navbatda o'sha vrach tushunchasi berilish kerak, qoidalar o'rgatilish kerak patsientga ham, misol vrachga ham agar bilmaydiganlar bo'lsa. Va qon olish tartibida ham o'sha to'g'ri o'sha o'zini norma qoidalariga asoslanib olish kerak. Va qonda antikor va antigenlar aniqlanadi. Peshobda buyrak va infeksiya, o'sha turli xil o'sha buyrakda uchraydigan infeksiyalardan foydalanadi. Peshob olishda sterillangan konteynerlar bor o'zi. Ya'ni o'sha machanik konteyner alohida, axlatda, ya'ni kaldiki ham alohida bo'ladi. Ya'ni kal konteyner, macha konteyner deyiladi. Xo'sh, peshob o'sha asosan bizga eng yaxshisi deyilgan bu ertalabki ikkinchi porsiya deyilgan. Ikkinchi porsiyasi o'sha aniq analizlar uchun kerak bo'ladi deyilgan. Bunda aylantiriladi machan, ya'ni sentrifuga qilingandan keyin o'sha yuqori qismdan olib beramiz. Chunki siz bilmaysiz, unda qanaqadir yot misol moddalar bo'lishi mumkin, nimadirlar, xullas zarar yetkazishi mumkin.